Umidjon baraka top. Shunaqangi did bilan, shunaqangi mehr bilan taxlagansanki, oldin bunaqa vitrinalardachi faqat Turkiyada ko'rardim, havas qilardim. Xudo xolasa inshaalloh men ham qilaman, shunaqangi chiroyli qilib xalqqa yetkazaman deganman. Mahsulotlarni eng original adborni maza qilib yeyman degan 1 millionli shikolatlardan zo'r magazlarga chop kelib qo'yganmiz. Narxlari vobshe arzon. Qaymoq bodamda termalari. Kelganda qara ikkitadan standart hammasi ikkitadan chiqadi. Buni qara, bu Ozarbayjon bodam. Akbariy bodomni Andijonda tayyorlangani bu, bilasanmi? Qo'lda bitta burab, qovurib tayyorlaydi. Gajalar adborni Turkiya. Yana eng zo'r mahsulotim uchun mana shu Dubay shikolatlarini olib kelib qo'ydik. Buni ham bitta sandan iltimos qilaman. Faqat mana hammada misol Dubay shikolat deganda $50 keladi. Borsang millionlar narx qo'ygan-ku. Ke shu narsani o'zini narxiga sotaylik, xalq olib maza qilib yesin. Sababi o'zbeklarimizni dasturxoni konfet shikolat pista bodamsiz bo'sh turmaydi, bilasan. Doim mehmon kutishda eng zo'rlarini qo'yadi. Sifati zo'r. Faqat mehmonlarimiz uchun. Nozik did sohiblari uchun. Xudo xolasa, chunki siz hammasi bizada podpischilarimiz nozik did sohiblari. Shuning uchun eng zo'rlari pistachkalilar deysizmi, ko'ngilingizga yoqqan har xillarni olib ketib tashladik. Narxlari o'zini narxida shunday berasan, qo'yda qo'yma, maza qilsin, olib bersin. Uzoqdan ko'rayotganlarchi, zakat qilsa bemalol dastlabki qilib, chiroyli qilib karaoke'ga solib berginki, ezilmasdan o'ta sifatli bo'lib borsin. Yoniga chiqaramiz, xudo xolasa. Chiroyli xannon pistalari mana bunaqa ajoyib mahsulotlarni yetkazasa inshaalloh, bularda qara, mahsulotlarda chiroyli qilib terib qo'ygansan, bironta qurti chiqmaydi, bironta eskirgani chiqmaydi. Sababi bu mahsulotlarni bitta o'zimiz qo'ldan o'tkazamizki, shu klientlarimiz maza qilib olib yesin. Chunki har bitta tashriflar bizani sog'inib qolamiz, qayta tashrif buyurishlarni. Yana bitta mana hozir ras ayni sezoni keldi uchun ana shu yong'oqni bitta ko'rsatgan hojijonolarni chaqib yeb maza qilsin. Hozir yong'oq sezoni boshlandi mana. Ozgina o'zi qattiq gapirsam sinib ketadi. O'zini bargidan yutqa bo'lgan yong'oqdichi mana. Anqara. Yudin zo'r. Mana sariyog'ni salafanni ochib pichoq bilan to'g'rab yemaysiz-ku. Bir dona yong'oq chaqib, bismillah. Haqiqatdan mana bitta qo'l kifoyada bunga malatoga shartpasi mana. Mana qara, mana. Yong'oqni qara, sakrab chiqib ketaman deyapti. Yong'oqlarimiz rosa zo'r, qurti yo'q, haqiqiy yuragingizga, qon tomirlaringizga, haqiqiy inson salomatligi uchun foydali yong'oqlar. Bu mahsulotlar faqat Master Suqa fruktida bo'ladi. Kelasiz do'konda, shunday kelganingizda mana chiroyli qilib taxlab tashlaganmiz, asallarni chelaklar olaman deysizmi, xannomsalar, korobkalar olaman deysizmi, narxlari o'ta go'zal, o'ta jonon qilib berasiz. Afg'onistondan kelgan. Faqat Afg'ondanchi bu narsalar keladi. Mana Afg'onda eng zo'r yuradi, baquvvat qiladi. Uriydi, qara buni, turishini qara. Janon-ku yeganda og'zi erib ketadi. Haligi rosa boy, yoshligingizda iris konfetni, barbaris konfetni ta'mini eslatadi. Og'zingizda erib ketadigan o'rin mana shu yerda ko'rasiz, xudo xolasa. Endi shikolatni vaqtga qo'yding, ertaga kelganlarga urib berib tursang